Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, xormanglar. Bugungi videomizda Xiva shahar kiyim bozorida 50 kvadratlik tayyor biznes do'konimiz sotiladi ekan. Adresini to'liq tushuntiradigan bo'lsam, qaranglar. Xiva kiyim bozoriga kirib kelaverishlaringizda stenkasini o'taverishda o'ng tomonda ikkinchi do'kon bo'ladi. Bozorning oldi tomoni. Bu yerimiz bozorning o'ziga kiraverish joyi, parkovkasi hech qanday muammosi yo'q. Bu yerda stenka, ko'rib savdo zo'r bo'ladigan yerdan sizlarga tayyor biznes. Hamma narsasi bilan xolos ikki variantda sotib olsangiz bo'ladi. Tayyor biznes do'kon. Eldaringizdan bunday deb xushroyatib, bu xolam bu izlaringizni ishlaringizni boshlab bersangiz, nega ko'rib tursa bedeklarim. Zo'r. Dokumentida hech qanday muammosi yo'q. Ekranda egan nomerini ko'p qo'yamiz. 50 kvadrat do'kon. Do'konimizning elde reshotka bo'lgan. Polностью variantına keladigan bo'lsak, qaranglar. Agarda bu yerni yo'q, menga endi ichindagi vajlarni siz olaman desangizlar, bunday varianti bo'ladi. Ya'ni kuri mebellari, ko'ribsiz, devordagi endi polkalari, oldindagi mebellari, plus konditsioneri qoladi va xolodilniklari qoladi. Bir dona xolodilnik 2 3 4 5 tane xolodilniki, mebeli, keyin konditsioneri shu narsalari qoladi. Narxini keladigan bo'lsak, $27,000 bilan shu aytgan narsalarim qoladi. Yo'q, bular ham ichindagi polностью biznesini olib qolamiz desangizlar, bu variant ham bor. Ega bilan telefon bog'lanaversa, endi bu summani o'zlari bilan kelishib olasizlar. $27,000 ning ichida 27 dan bilan aytilish narxi bemalol telefon so'zlar, balkim 26 mi, 25 dan sal balandroqmi gelişib olsa bo'ladi. Kelishiladigan narx do'stlar. 50 kvadrat, orqa tomonida ozgina joylari bor dedilar. Shunday. Belarimiz, pollarimiz yana kafel bo'lgan. Ajoyibgina tayyor. Hozir shuning o'zida 1 soat oldi yuribmiz. Syomkada odam kelib ketib turibdi bu yerda. Ajoyibgina tayyor biznes do'stlar. Ekranda nomer, telefon bog'lansangizlar, ana narxini kelishaverasizlar. Agarda shunday Xiva shahar bozor yandan, bozorning oldindan, bozorning o'zidan shunday do'kon qidirib yurgan do'stlaringiz, donish bilishlaringiz bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ysangizlar, yordamimiz degan bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz. Mana. Takrorlab o'taman do'stlar. $27,000 ning ichida konditsioner, 5 tane xolodilniki va endi mebellari bilan sotiladi ekan. Oldingiz reshotka bo'lgan. Vajangizni bemalol qo'yib ketaverasizlar yana. Qo'rqib o'tirmaysizlar, ochiq qoldi-ku deb. Bu yerimiz elektroseta ketaverish. Bu tomon уже Xiva do'kon tomoniga ketish. Bozorning oldi tomoni. Stenka, parkovka, hamma narsangiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yordamimiz degan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Bir like'larni bosib, kommentda o'z fikringizni yozib qoldiringlar.